Assalomu alaykum azizlar. Mirzo Ulug'bek rayoniga Sadaf ko'chasiga tashrif buyurdim. Yangi uyni obzor qilishga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bunda menga akam yordam beradi. 15 yillik tajribasi bor inson. Xush kelibsizlar. Qani boshladik. Demak, obzorni boshlaymiz. Demak, obzorni boshlaymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Mirzo Ulug'bek rayoni Sadaf ko'chasida joylashgan. Uyga video obzori. Uyni yaqindan tanishtiramiz. Uy 5 sotuvdan iborat. Uy o'zi 3 qavat, 550 metr kvadratdan iborat. Biz kirish qismidan boshlaymiz. Avtomatik darvozalar Durhan kompaniyasidan. Mana ko'rib turibsiz, letni kuxnyani asl sof toshlardan tayyorlangan. Weber kompaniyasining barbekyu qiladigan apparati. Ochib ko'rsagan bo'ladi. Va bemalol. Bemalol. Va shu o'rinda bir nima bitta narsa esdan chiqdi. Darvozaga kirishda ikkita mashinaga bemalol sharoit bor. Bemalol ikkita mashinani parkovka qilish imkoniyati bor bu uyda. Letni kuxnyani oldida omborxona bor. Omborxonadan bu yoqqa o'tsak esa mehmonlar uchun hojatxona bor. Mana bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Bemalol uyalmasdan kiraveramiz. Ko'rib turganingizdek kirish qismi katta va keng. Patologlarda ko'rish, yoritish qismlari hammasi aql bilan o'rnatilgan. Ana endi landshaftga taklif qilamiz. Landshaftning dizaynini ko'rib turibsiz, hammasi o'ta akkuratni Mongoliya daraxtlari ekilgan, o'zini basseyni bor va podogrevi bilan albatta. Bemalol yotadigan joy qismi ham bor. Oilaviy bu yerda dam olish mumkin. Do'stlar bilan deymizmi, oila bilanmi, farqi yo'q. Va albatta letni kuxnya. Uy ichidagi kuxnyadan bemalol yozgi kuxnyaga, oshxonaga chiqish imkoniyati bor. Bu yerda qisqasi besetka desa bo'ladi. Bemalol oilaviy ovqatlanib, televizor ko'rib, maroqli dam olishga imkoniyat bor. Yana bir ma'lumot. Mebellar hammasi sifatli. Mana shu ko'rgan komplektatsiyani o'zi $5000 turadi deyildi. Va yana bitta barbekyu apparat Borg kompaniyasidan ham ishonasan o'xshab mana shu $5000 turar ekan. Ya'ni uy egasi faqat Yevropadan sifatli texnikalar olib kirgan. Ana endi uy ichiga sizni taklif qilamiz. Qani ketdik. Hammaga bir savol qiziq. Uy necha pul turadi, narxini yozinglar deydi. Biz va'da beramiz. Video obzori oxirida, videomiz oxirigacha ko'ring. Narxini albatta aytib o'tamiz. Ora like ham bosib qo'ying. Demak, azizlar, ichkariga tashrif buyuramiz. Kirish qismidan bizani o'ng tomonda shkaf qarshi oladi, oyna va yana bitta oynali shkaf kiyimlarimizni ilish uchun. Xo'p, hol qismi, holini uchastkani eng yoqqan qismi men uchun hol. Men holi katta uchastkalar Kengligini qaragan, hayratga tushasan. Divanniy zona, mehmonlar bilan o'tiradigan va alohida TV zonaga e'tiboringlarni qaratish niyatim bor. Kamin, naturalniy kamin. Hozirgi kunda gazoviy va elektronli kaminlar ko'payib ketdi, lekin bu sof tabiiy o'tindan yoqiladigan kamin. Qishda mazza qilib oila davrasida o'tirib, televizorda yoqqan kinoni ko'rib, kaminlarni yoqib, romantik. Mazza. Shu kaminni bitta joyga to'xtalib o'tamiz azizlar. Mana ko'rib turgan toshlar hammasi mramor, sof toshlar. Ya'ni hech qanaqa podoriginal degan tushuncha yo'q bu uyda. Va albatta dekorativniy polkalarimiz, suvenirlar, tam nima biz uchun qadrli bo'lsa, shu yerda saqlashimiz mumkin. Ham mehmonlar uchun stol zonasi. Xo'p, ana endi ayollar uchun eng qiziqarli bo'lgan, eng sevimli bo'lgan joy oshxonaga marhamat. Xush kelibsiz. Ayollarning yaxshi ko'rgan joyi, juda ham bejirim, ranglariga e'tibor beramiz, ko'zlarini charchatmaydi. Ovqat qilib beraymi? Xudo xolasa. Xo'p, hamma oshxonamizdagi texnikalar Smekdan tashkil topgan. Gazoviy plita, xolodilnik o'zi $10,000 turar ekan. $10,000. Da, $10,000. Ikki kamerali xolodilnik va nima edi? Sof toshdan tayyorlangan astrovok va unga mebel. Fartuklari ham bir xil qilib toshdan nima deydi? Kombinatsiya qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas dizaynerlik ishga va eng muhimi menga yoqqan tarafi qishki oshxonadan bemalol yozgi oshxonaga ikkita eshik orqali o'tish imkoniyati bor. Oshxonada qishki oshxonada, ya'ni ko'chadagi terrasa deydimi, besetkamizda nima bor edi aka? Avtopoliv, mikroklimat hammasi o'rnatilgan. Hamma narsasi bor. Maza qilib o'tirasizlar. Da, buni qulayligidan tashqari ko'rinishga e'tibor bersanglar, hatto qishda o'tirib ovqatlansanglar ham hovlilarni tomosha qilib bahramand
topsangiz bo'ladi. Ya'ni maza qilib ko'rib ovqatlansangiz bo'ladi. Ya'ni Panorama. panoramli uyga gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin. Demak, davom etamiz azizlar. Ketdik. Zeriktirib qo'ymadik degan umiddaman. Xo'p, bu yerda tanishtirdik. Ana endi birinchi qavatimizdagi yotoqxona bilan tanishtiramiz. Bu yerda общий sanuzol. Mehmonlar uchun tayyorlangan. Mehmonlar uchun. Dizaynga e'tibor bering. Qanaqa toshlar bilan ishlatilgan. Xo'p, bu marhamat. Bu master room, ya'ni uy egalari uchun tayyorlangan xona. Bu yerda o'sha vanna va hojatxona, bu yerda esa garderob, hamma yotoqxona xuddi shunaqa planovkada qilingan. Ana endi bu xonada o'ziga jalb qiladigan xususiyatlardan bittasi mana shu pardani o'zi blackout Roberto Cavallini o'zidan zakaz qilingan yastularigacha. Ya'ni uy egasini ma'lumotiga ko'ra, umumiy xonadonda pardalarga ketkizilgan pul $30,000 tashkil qiladi taxminan. Qimmatsa sizlarga pardalar bemalol $30,000 dan voz kecha almashtirish imkoniyati ham bor. Xo'p, zina alohida e'tiborga loyiq oynadan qilingan. Anaqa stupenkalari esa Onyx toshdan qilingan. Xo'p, pastga tushamiz. Pastda bizni sauna, hammom va dam olish kutyapsizlar. dam olish zonasi desak bo'ladi. Voh, massajni stolik. Nima? Yamaguchi. Shotga yotding, Yamaguchi bo'lding degan. Massajni zona. Xohlasanglar massaj olasiz, xohlasanglar mana tayyor Massajni kreslosigacha bor. Hamma narsa imkoniyat bor. Juda ham katta keng kvadratura. Bu yerda esa bizda prachka, kir yuvish zonasi, chayish va u yoq bu yoq. Va eng muhimi, uyga yuragi, eng kerakli joyi, men har doim aytaman, kotelni tok bilan u isitish tizimi вообще zo'r bo'lishi kerak. Uy qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Mana uyga yuragi, kotelni. Hamma nima deydi? Villo nasoslari ozgina tushunaman. Filtr, общий suvi filtrlari, mana общий nasos. Keling, o'rta operator ko'rsatishimiz kerak. Mana uyga ko'chadan toza suv kirmoqda, filtr orqali. Bu ham filtr. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, davom etamiz. Shkaflar, yuvadigan joyi, xo'p. Va adashmasam turetskiy sauna bu. Hammomga xush kelibsiz. Turetskiy sauna. Maza qilib, politsiya qilib, do'stlar bilan chiqqim kelmayapti. Operator bilmadim. Tasavvurli garderobni kattaligini qarang. Mana marhamat, bitta ko'rsatib bering. Mana bo'lmasa. Bilmadimi, kim bu yerda yashaydi, lekin oyoq kiyimlarga gap bo'lishi mumkin emas. Namuncha ko'p, tapichka deymizmi? Obzorda adashdimi? Uy obzoriga qaytamiz azizlar. Qarang, tepada ham garderob, pastda ham garderob. Bilmadim. Ya'ni kiyim-kechigi javob muammo yo'q. Soat, uzik, ochkilarni qarang. Aksessuarlar uchun alohida tayyorlangan. Hamma narsa bor, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin qoyil. Chiqib kelmaydi bu xonadan. Xo'p, demak davom etamiz va общий zal. Biz podvaldamiz. Bu yerda nima edi? Pastda dushovый kabinasi, hojatxona, dush, podvalda. Barna stoyka, divan, televizorni zona, hamma qulaylik qilingan. Mazza qilib o'tirib, televizor ko'rib, yashab dam olib bersangiz bo'ldi. Mana bu dekorlarga alohida e'tibor beramiz. Juda ham uyimizga mos tushgan, juda ham chiroyli seri bilan yog'och rangga gap bo'lishi mumkin emas. Televizor ham yomon emas, lekin E'tibor bering, laminatda hammasi mebellar aql bilan, ya'ni qimmat narsa ishlatilgan. Qani endi tepaga. Yana bir narsaga ko'zim tushib qoldi, e'tibor bilan qarasam. Demak, zinalarimizda tegi ham unumli foydalangan. Mana bunaqa shkaflar qilingan, quruq qoldirilmagan, gap bo'lishi mumkin emas lekin. Bitta g'oya, ideya lekin. Ana zinani tegini nima qilmoqchi bo'lganlar uchun, nima qilsak bo'ladi degan insonlar uchun mana sizlarga yechim. Bemalol mana shunday ajoyib shkaf yasattirishinglar mumkin. To'g'rida ham javoni bor. To'g'rida ham shkaf bor. Xo'p, ikkinchi etajga ketdik. Qani tezlashamiz. Zinani lyustrasi yomon emas. Chiroyli, o'zgacha. O'ziga qarab turibdi.
Xo'p, ikkinchi qavatdamiz azizlar, ketdik. Ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bor. Xohlasanglar bolalar xonasi, ota-onalar uchun xona, kim nima xohlasa o'sha xonani xonaga aylantirishi mumkin. Xo'p, xonamizning hajmi bir xil, 4 ta xonada ham TV zona, kravat, bu sanuzol mana ko'rsatishingiz mumkin. Dush, hojatxona, hamma narsa bor va garderobimiz. Garderob. Keyingi xona ham xuddi shu. 4 ta xonamiz shundan iborat. Bu yerda esa maza qilib kechasi pastga tushishga erinsangiz, o'tirib choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Shu aytilgandek 4 ta xona, hammasi bir xil, hammasi garderobi, sanuzuli bor. Farqi pardalarda va aboylari farqida bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, har bitta xona mana shu yerdagi, shu tomonda joylashgan panoramli vid bilan ko'rilishi panoramli vid. Bu yerda ham o'ynamiz bor. Yorug'lik zo'r, dahshat. Xo'p, azizlar, video obzorimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin va albatta bizga podpiska, obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Demak, uyimizning asosiy mavzusi, uyi narxi necha pul? Uyi narxiga o'tishdan oldin yana qisqa ma'lumot aytib o'tamiz. Joylashgan xonadonni manzili Lunacharskiy, Central Lunacharskiy 5 sotuvdan iborat, 3 qavatli, ko'rdingiz, qanaqa katta uy va uyi korobka holatidan shu holatga olib kelishi o'zi, ya'ni eksklyuzivni holatga olib kelishi o'ziga $8,000 ishlatilgan. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, bu holatdagi narxiga qimmat hisoblanmaydi. So'ralayotgan narx 1,800,000. Agar olaman desiz, xudoolisi nima qilamiz? Yordam beramiz. Savdolashamiz. Endi qimmat emas degan savolingizga hozir kommentariy portlab ketadi. Hamma o'zini fikrini yozishni boshlaydi. Akam uchun qimmat emasdir. Men uchun qimmat. Lekin azizlar, bu nima deydi? Startovoy narxi, hali kelishamiz. Sunnati bor, kelishamiz. Kelinglar, ko'ringlar. Uy yoqqan bo'lsa, xudo xolisa, tez orada uy o'z egasini topadi. Ma'lumotlar olish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelasi keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.